akamiz uyda haligi ayoliga qarab. Yurak bitta bo'lsa nima qilmaydimi? Ta'sir qilmaydi. Yo'q. Unaqa narsa ta'siri yo'q. Yurakni organiz qilgan. Fiziga chiqqandan yo'q. O'zi eshitmaydi deb. Yo'q. Xo'p. Aka, yonbosh o'ylayotamiz. Ana shu hamma narsani ikkita qilish kerak-da, aka. Hamma narsani. Tushunishmadi. Ashna aytyapman, hamma narsani deyapman men sizga. Yaxshi. Zo'r. Nari tomonga yonbosh olamiz. Hozir savol javob bo'lsa yozib turaverasizlar. Sabab